Mamlakatimizda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, ularning erkin faoliyat yuritishi uchun qulay iqtisodiy hamda ma'muriy muhit yaratish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yil 26-mayda qabul qilingan kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi 100-sonli farmoni ham ayni shu maqsadga xizmat qiladi. Mazkur farmonning mazmun mohiyatini jizzaxlik tadbirkorlarga yetkazish maqsadida viloyat soliq boshqarmasida seminar-trening tashkil etildi. Muloqot davomida soliq solishning umum belgilangan tartibiga o'tish uchun belgilangan chegaraviy miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 12 ming baravarigacha oshirilgani, import qiluvchilar uchun majburiy qo'shimcha qiymat solig'i talabi bekor qilingani alohida qayd etildi. Farmon kichik biznes subyektlarining ma'muriy va soliq yukidan qo'rqmasdan erkin ravishda va o'rta va yirik biznes toifaga o'tish yo'lini ochmoqda. Ilgari tadbirkorlarimiz aylanmasdan o'sgan sari soliq tizimi murakkablashishdan cho'chiradi. Endi esa tizim rag'batlantiruvchi model asosida ishlaydi. Ma'muriy yengilliklar va soliqchi ko'makchilik tamoyili asosida endilikda kichik biznesdan o'rta biznesga o'tayotgan tadbirkorlarimiz ularning soliq tekshiruvlari va ma'muriy talablar maksimal darajada soddalashtirilmoqda. Bundan maqsad tadbirkorlarning xatolarini masofadan turib aqlli tizimlar orqali oldini olish. Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasi korxonalari uchun ixtiyoriy ravishda 6% soddalashtirilgan qo'shimcha qiymat soliq stavkasi joriy etilgani, ushbu tizimni tanlagan tadbirkorlar uchun foyda solig'i 0% etib belgilanib, hisobot topshirish majburiyati bekor qilinishi ishtirokchilarga batafsil tushuntirildi. O'zim mana shu seminardan juda yaxshi tushunchalar oldim. Markirovka sohasida qolaversa, mana endi qo'shimcha qiymat solig'iga o'tish sohasida ancha noqulayliklar bo'layotganligini, bugun mana shu muammolarga yechim topildi. Mana shu farmon orqali, farmonni yanada mana shu seminar orqali bizga tushuntirib berildi. Muammolarimizni savol orqali murojaat qilganimizda bularga yechim oldik. Qo'shimcha qiymat solig'iga o'ta olamizmi yoki bo'lmasa aylanmaga qayta olamizmi degan savolni bergandik. Vakillar juda yaxshi javob berishdi. Demak, agar biz o'sha qo'shimcha qiymat solig'iga ixtiyoriy o'tib, aylanma soliqqa o'tishimiz uchun, demak, yil yakuniga qadar sabr qilishligimiz va dekabr oyida ariza bilan murojaat qilganimizdan so'ng yana umum belgilangan soliq aylanma soliq to'loviga o'tishimiz mumkin ekan. Savol-javoblarga boy o'tgan seminarda tadbirkorlik subyektlariga ma'muriy yukni kamaytirish, soliq xavfi past bo'lgan holatlarda inson omilisiz qo'shimcha qiymat soliq summasini avtomatik qaytarish tizimi bo'yicha ham huquqiy tushunchalar berildi. Yakunda faol biznes vakillarining sohani yanada rivojlantirishga qaratilgan taklif va mulohazalari tinglandi. Qayd etilganidek, ushbu yangi imkoniyatlar Jizzax viloyatida kichik biznes subyektlarining shaffoflikni ta'minlagan holda o'z faoliyatlarini yangi bosqichga olib chiqishlariga xizmat qiladi.